Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdo Komfort bozorimizga keldik. Komfort bozorimiz hozirgi kunda Qo'shko'pir avtosavdoning eng katta bozorlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu yerda hamma mashinalar asosan yangi bo'ladi. Yillari yangi mashinalarimiz shu bozorimizda sotiladi. Bozorimizda 200 yaqin mashina bo'lib, hamma mashinalarimiz sizlarga garantiyalari bilan, hamma narsalari bilan beriladi. Ikkilamchi avtokredit, naqd, barter hamma variantlarimiz bor bu bozorimizda. Ko'rsangizlar bo'ladi. Gentra, Cobalt, inomarkalar asosan shu bozorimizda turadi hurmatli obunachilarimiz. Bozorimizda kunda kamida 2-3 mashinamiz aksiyaga qo'yiladi. Ko'rib borsangizlar bo'ladi. Pulsiz chiqadigan mashinalar, Damas'lar, Cobalt'lar, Nexia 3'lar hamma mashinamizdan bor. Komfort bozorimiz hisoblanadi. Telefon nomerlarini pastda qoldirganmiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Qo'shko'pirga kirib kelaverishda chap qo'limizda bizning Qo'shko'pir Dehqon bozorimiz bor. Undan ham o'tgandan keyin chap qo'lda joylashgan. Urganchdan kirib kelishda chap qo'lda Komfort bozorimiz joylashgan hurmatli obunachilar. Bozorimiz kelsangizlar sotib beramiz, sotib olamiz. Sizlar uchun 24 soat bozorimizda xizmatdamiz. Ana Qo'shko'pir avtosavdoning o'zini ostanovkasidan to'pasangizlar bo'ladi. Qo'shko'pir tuman markazina kirib kelaverishlaringizda sizlarni birinchi bo'lib Qo'shko'pir avtosavdoni Dehqon bozori kutib oladi. Qo'shko'pir avtosavdoga xush kelibsiz degan yozuv bilan birgalikda. Bu yerda endi hamma mashinalar ham bor. Bu yerimiz ham asosiy kirib kelaverishdagi bozorlarimiz hisoblanadi. Savdo yaxshi bo'ladi, chunki bu yerda yaxshi sotuvchilarimiz, boshqalarimiz bor. Bu yerda asosiy sotuvchimiz hofizimiz hisoblanadi. Hofizdan sanatchi ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerda hamma mashinalar bor, asosan yangi mashinalar, eski mashinalar ham bor. Barter, boshqa hamma xizmat bor. Bu yerdan hurmatli obunachilarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Cobalt, Gentra hammasidan Damas'larimiz ham, даже Tikolar radon bor. Bu Qo'shko'pirga kirib kelishda Urganchdan yo'lni bo'yinda joylashgan hurmatli obunachilarimiz. Kelishda sizlarni hammangizni kutamiz. Qo'shko'pir avtosavdo Zondik bozorimizga xush kelibsizlar. Qo'shko'pir avtosavdo Zondik bozorimizda yili eski, yangi hamma turdagi mashinamiz bor, chunki bu katta bozorlarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Spark, Damas kerak bo'ladigan bo'lsa, vibrlarimiz dim ko'p hurmatli obunachilar. Bemalol kelaverasizlar. Bir yerdan общий 100 dan ortiq mashinamiz bor. Gelsangizlar bo'laveradi. Gentra, Spark, Cobalt, Lacetti, даже inomarkalar ham bor. Nexia 3'lar, Lacetti'lar, keyin elektromobillar, Orlando, Cherry, Malibu deysizlarmi, Captiva deysizlarmi, Largus'larning 3-4 xil variantlari bor. Xullas hamma mashina bor. Captiva'dan tortib nova variant kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma variantimiz bor. Bu bozorimiz Qo'shko'pir avtosavdo Glandiy zonasidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan hurmatli obunachilar. Bemalol kelishingiz mumkin. Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimiz. Bu yerda asosan Nexia, Lacetti, Tiko, Jiguli, traktor deysizlarmi, Gruzovoy deysizlarmi, Gazel deysizlarmi, Damas deysizlarmi, hamma mashinalarimiz ham bor. Pulsiz chiqadiganlar ham bor. Bu mashinamiz ham Zondik bozorimizdan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan. Lacetti'lar, Nexia 3'lar 17-yil, yil eski, Cobalt'lar 13-yil, 14-yil, 15-yil. Bu mashinalarimiz hammasi Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimizda joylashgan. Captiva'lar 80 million so'mlik, 83 million so'mlik, Gruzovoylar hamma mashinadan bor. Даже 39 million so'm pul Isuzu'lar turibdi undan. Bu mashinalarimiz hammasi Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimizda hurmatli obunachilarimiz. Kelaverasizlar, sizlar uchun bozorimizdan 24 soat xizmatdamiz. Nomerlarni pastga qoldiramiz. Qo'shko'pir avtosavdo Glandiy zonamizga keldik hurmatli obunachilarimiz. Bu yerda sizlarga asosan xizmat ko'rsatadigan qasr restoranimiz, pastda notariusimiz, bankimiz, keyin birinchi etajda maishiy texnikamiz, podvalga keladigan bo'lsak, podvalda giyim do'konimiz, optim giyim do'konimiz bor. Sizlar uchun bu yerda soat 9 dan kechki soat 10 ga xizmat ko'rsatamiz hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdo Glandiy zonasida arendaga beriladigan 2 xonamiz bor. Bemalol kelib o'zlaringizni tadbirkorchiliklaringizni gaplashsa bo'ladi. Zdaniyamiz to'liq hamma zamonaviy narsalarga javob beradi. Bemalol kelsangizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Arkada parkovkalarimiz. Urganchdan kirib kelaverishlaringizda chap qo'lda joylashgan 3 etajli go'k zdaniya hurmatli obunachilar. Qo'shko'pir sentrdan kirib kelaverishsa, o'ng qo'lda joylashgan Qo'shko'pir avtosavdo Glandiy zonasi. Kelaversa sizlar uchun xizmatdamiz. Qo'shko'pir avtosavdoni bilasizlar, avtomobilkalarimiz va avtomobilkalarimiz sizlar uchun ishlab turibdi. Bu yerda asosan
sizlərə maşınlar paket bo'lib yuvuladi, o maşınlar yuvuladi, gündəlik maşın əvəz. Ana indi 2 dənə xanamız var, bunlar arenda əvvəllədir. Bir xanamız arenda verildi. Biri elektrikimiz geldiğine görseniz de buladı. Mənzilimiz ise MİP'nin yan başında azı göstermez. Tabii elektrikimiz numara değil. Gençler özünü danılğan, Laçınlı, en işanğılan şəkildə buladı. Şunun için bir mala geçseniz mümkün. Kurudan girip gələvəristə, çəp kolda hala koş köpünün kuruğudan yürüyüp gələvəristə, çəp kolumuzda yerləşən, Maruf'un yanında yerləşən elektrik ustaxanalarımız, moykelərimiz. Ülgəçdən girip gələdən bolsanız ise Koşkubur avtosalonuna ötkəndən ki 10 kolda yerləşən xidmətli abunəçilər birdən sizlər üçün 24 saat xidmətlərimiz, moykelərimiz, texlarımız həməsi işlət tutdu. 2 dənə arendağa xanamızdan babaya manal gəlişləriniz mümkün. Həmənizi kütəmiz, gələvərəslər sizlər üçün xidmətlərimiz. Gözəl Koşkuburumuzda həmənizi kütəmiz xidmətli abunəçilərimiz. Xidmətli abunəçilərimiz, xuda xalasa birinci işimiz başlandı. Spark kanalı qılıb verdik, deflektorlar qılıb verdik. Rul qoyğan ekənlərdən bu knopkelerini koyup bilmeyen ekenler, knopkelerini koyup verdik. Yine ne koyuldu buna? Deflektör ile rul, doğru mu? Deflektör rul var. Metafonla işletir. Dalni signal. Signal, pingnal, dalni hem meselelerini metafonla işletip verdik. Kuda kalasa, sparkımızı taklap verdik. Yani şimdi hizmetle gerek bulunmamıza geleversine. Koşkubur avtosalonda sizler için hizmetleriz. Ustamızda telefon menzilini bilesler. Şimdi moykemizden sizler için işlet tuttu. İyi bir yerimizden. Şimdi kuda kalasa yine bir neyimiz var, planımız var. Bir yere tuning için nərsələrimizi əkəlib sizlər üçün həmməsini şöyle bir tikə atıp taklap verəriz. Girərsizlər.